Mesela şu ugalak asalar 2,5 milyon so'mlik televizorlarimizdan o'tib olishlari mumkin. Haqiqiy, yo'masa bu mutaxassis ketadi почти. Ha. 1 million so'mga chiqib qoladi shu ugalak. 330lik ugalak tovarlari yuviladan originali 6 dona takali xilisi 1 million so'mga chiqib qoladi. 2,5 million so'mlik televizor ko'pmiz ana. Ha. O, zo'r ekan bu. Ina. Dahshat. Komfortlik ham zo'r. Ugalok olaman dedingiz. Ugalok yerdan chiqarmadingiz ama. Bugun ugalok narxi oladi. Yana arzon bo'ladi, yana sifatli bo'ladi. Yonida nima bo'ladi deysizlar? Yonida endi ko'razaman sizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ugalok olacaksizlar, sifatlisini arzon olacaksizlar. Yana yonida podarkasi ham bo'ladi. Obunachilar. Podarkasining ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy to'g'on obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun sizlar bilan xudo xolasa yana Shuhrat Sa'dullayev. Qaranglar. Ugaloklamizda barcha ugaloklar muhayyo obunachilar. Hammasidan bor. Bugun sizlarga xudo xolasa obzorimiz qilib o'tamiz, narx-navlarni aytamiz. Podarkalarni oilaviy to'g'dan kelib, like bosib kelsangiz, imchakki mazza podarkalar oladi obunachilar. Qarang, Latotronimiz ichida hurmatli obunachilar, plisosimiz, blenderimiz, tefalon zo'ri, chopperimiz, bundan tashqari sokashi malkamiz, hurmatli obunachilar. Hammasi bor obunachilar, faqat original. Undan tashqari televizorlarimiz bor. Qarang. Undan tashqari kir mashinamiz bor. Albatta buni jattasizlar, minnatasiz kelasizlar. Omadlaringiz sinab, omadli barabandan xudo xolasa podarkalaringiz olasizlar. Nasib bo'lsa. Qarang endi. Bir dona olib ochamiz. Qarang. Dazmol. Pick-up. Dima pick-up. Ina. Obunachilar, qarang. Ish podarkani xudo xolasa sizga tekinga. Masalan, ugalok narxini 1 million 800 yo 2 millionni kelishdiysa, hurmatli obunachilar. To'g'rimi? 2 millionni kelishdiysa, ugalokdan dastlabki ham qiladilar. Podarkangiz ham olasizlar. Bunida mebellar uyinda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Atxamjon, sog'misiz, omonmisiz? Charchamasdan. Bormisiz? Bormiz, rahmat. Endi bugun xudo xolasa obunachilarimizga, ya'ni ugalok narxini dastlabki ustanibga nedan nera oladi, podarkalar bilan birga tushuntirajak. Hazaras mebellar uyida ugalok xaridasilar, oilaviy to'g'on obunachilar uchun Xorazm bo'ylab dastlabkamiz bor. Avon. Bundan tashqari har bir aytgan xaridlar uchun bizlarda omadli barabanlarimizni aylantirib, omadlarni sinab ko'rishlari mumkin. Omadli barabanimiz ichida har xil narsalar bor. Sokajimalka, blender, chopper, pilisos, tefal, pichoq nabor, Televizor, mikser, mebellar uyindan esdalik uchun sovg'alarni kichishlari mumkin. Aylantirib ko'radilar. Har bir xaridlar uchun bir dona omadlarni sinab, latatorondan qog'oz olib ochib ko'radilar. Ham bir yer boshqada. Ugalok xarid etdilar-ku. Bir dona ayna, birini oldilar. Bir dona omadini sinab ko'rdilar. Like, kommentariy uchun ham addenni yana bir dona qo'yamiz. Hov, shunda men qarang. Bir donasini ochdim hozir, to'g'rimi? Ochdim. Bu like, podpiskani ko'rgazsa, oilaviy to'g'dan ko'rdim deb kelsa, ikkilanchi barabonim omadini sinab oladi. Omadini sinab ko'radilar. Bo'ladimi? Bo'ladi. Esamini uchun hurmatli obunachilar, like bosib, kommentariyani yozib kelaverasizlar. Bizga qisqacha adresimizni tashqaridan tushuntiramiz, videomizning boshimiz esa. Ko'rib kuzatib borasizlar. Mebellar uyi, hurmatli obunachilar, adresimiz Hazarasda. Yaladiyonni tushuntiramiz sizga. Bu tarafimiz Hazaras Qozaq bozori, Hazaras Hamkor banki, Arian tarafimiz Taxta bozori. Ya'ni Hazaras Postkaga qarab qaytarishda hurmatli obunachilar. Shundan oldin Hazaras oti keladi. Hazaras oti kelasini qibla bo'lib turibdi. Ya'ni Hazaras mebellar uyi chap qo'lda bo'ladi. Bu tarafimiz Urganchdan kelaverishda, Xanqa, Yangariq, Bag'atdan kelaverishda to'g'ri Hazaras Postkasidan o'tib kelasizlar Hazarasga qarab. Ya'ni bu tarafimiz Hamkor banki yoniga ketadi, Arian tarafimiz Taxta bozor yoniga ketadi. To'g'ri shu Hazaras oti yonidan o'tmagan holatda o'ng qo'lga qaraysizlar mebellar uyi. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab, like-larni bosib, aka-ukalar jo'natmasizlar. Xudo xolasa sizlarga eng arzon joydan bo'ladi. Yana podarkalar bilan birga. Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy to'g'on obunachilari. Bugun ugaloklar obzorini boshladik. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, podarkalar hammasi sizlar uchun kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Albatta, like bosganicha yana bir baraban egasini bo'ladi. Bo'ldi. Asa ugaloklarimiz obzorini boshladik. Asa birinchi qarang, budjet variantidan boshlaymiz, xudo xolasa. Budjet variantdan boshlaymiz. Bovam. Budjet variantdagi ugaloklarimizni. Yana hurmatli obunachilar, rasvetka, assortiment hammasidan bor. Qani, boshimiz esa. Asa boshladik. 1.90 1.60 ugaloklarimiz. 1 million 900 ming so'mdan boshlanadi.
her xil rangda rasvetkalar bor. Yine bular mesela Pampers Pruжилligili. Tamam. Bular 2800'dan. Tamam. Bular ham yine 2.800.000 so'mdan. 2.800.000 so'm. 2.800.000 so'm. 3.200 bo'lgan. 3.200.000 so'mdan bo'lgan. Stol ichida bo'ladi. Bir stol. 1.90 1.60 Pruжилli bo'ladi bular. Tamam. Ikki dona pufiki bo'ladi. Qani? Bu endi yine katta razmerdagi kuxun yogaloqlari 220 1.60 3.300.000 so'mdan sotilgan. Bular 2.900.000 so'mdan. Stoli bilan birga. Plus stol 3 dona tabretkasi 3 dona bo'ladi. tabretkasi bo'ladi. Rasvetkalarni ham ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Yine har xil ranglari bor. Yine rasvetkasi. Tovarlar yuladan, mo'shi. Havan qani? Dalishi. Endi katta razmerdagi ugalkamizga kelsak, Tamam. razmerlari 320 ga 220 razmerda bo'ladi. Tovarlari mo'shi. Havan. Yine Bahası 3.200.000 so'm, 3.100.000, 3.200.000, 3 million so'mdan berganmiz bularni. 2.700.000 so'mga tushirib qo'yibmiz narxini. 2.700.000 so'm. Ha. Razmeri 320 ga 220. 3.200.000 so'm sotilgan, 2.700 plus barabana. Plus baraban. Bo'ldi. Getdina. Bu yerda boshqacha rasvetkasi tab shu ugaloklarimiz, panda modellarimiz bu 2.700.000 so'mdan. Har xil rasvetkada bor. Har xil Bu yerda rasvetkada bor. toza model geldi Shuhrada. Hava. 6 dona takali xili bor. Deni takalar ham bo'yna, suyanib yotaversalar ham bo'ladi. Qani? 2 dona pufiki, materiallari mo'shi. Hava. 330 230 razmerda har xil ranglari bor. Bahası 3.900.000 3.800.000 so'm sotilgan, bular ham 3.500.000 so'mdan qo'yib berdik. 3.500.000 so'm tekeler ham içinde, 2 tane pufik ham içinde. Yine plus barabana. Plus baraban. Like basıp komentar yazan için yine bir barabana. Yine bir baraban. Canı sağ olsun. Yine gitti. Başqacha rasvetkasi. Bu yerda yine Rasvetkalar- Bugatti ranglaridan bor. Hava. Yine yeşil sveti görsangiz bo'ladi. Nebisneti ishlangan bular. 6 dona takasi 2 pufiki bo'ladi. Hava. Qani? Ko'rib o'tasizlar. Gördüyse. Takalarni olib ham boshlab yotaradi. Bu Hava. yerda shuni katta razmerdagilari Hava. 430lik 440lik razmerlari tab shu yostiq ugaloklarimizni bular 4.800 dan bo'ladi. 4.800.000 so'mdan. Tekeler ham içinde. Takalar ham ichida bularda 4 pufik bo'ladi. Razmeri kattaligi uchun 440 ga 240 razmerda bo'ladi bular. 4 pufik oladi. 4 pufiki bo'ladi. Hava. Ben yine şunu boshqacha rasvetkalari, Rasvetkalar ko'p. rasvetka Narxlari assortimentim ko'p bor. 4.800.000 so'mdan yana 440 ga 240 razmerdagi ugaloklarimiz takalari bilan. Yine narxlari 4.900.000 so'm bo'lgan, 4.500.000 so'm, 420 ga 220 hurmat Razmerdagi. Razmerda. Baraban sovg'alarni yana ko'rsatib o'tib ketsak Yine bo'ladi. bolaban sovg'alari. Ishinde har xil narsalar bor. Chonik naborlar ham bor menimcha. Buyurun. Hammasidan boshqa. Hammasidan bor. Xo'jalikqa kerak bo'ladigan hamma narsalar bor. Bo'ldi. Magarang ugalok oladilar, podarkasini oladilar. Podarkasini Yana arzonroq qiladilar. Omadlariga esa 1.800.000 so'mlik plisoslarimiz o'tdi. 1.5 million so'mlik telefon ko'pmiz. Yana televizorlar bor. Televizorlar bor. Televizor ham ko'pmiz yana. Razmeri ham kichkina emas. Katta razmerda 43 lik televizorlar bo'ladi. Smart televizorlar. Bular ham xaridlar uchun o'tib olishlari mumkin. Masalan, shu ugalok olsalar 2.5 million so'mlik televizorlarimiz ham o'tib olishlari mumkin. Haqiqiy, yo'masa bu mutaxassis ketadi pochta. Ha. 1 million so'mga chiqib qoladi shu ugalok. 330 230 lik ugalok tovarlari yuladan originali 6 dona takali xilisi 1 million so'mga chiqib qoladi. 2.5 million so'mlik televizor ko'pmiz ana. Ha. Televizor uchishlari mumkin. Ya ana har xil sokajimalka, har xil podarkalar, chopper, har xil podarkalarimiz bor. Obunachilar, ya'ni qarang, общий görtürsüzler 3.5 milyon so'm ugalok xarid etsangizlar, 2.5 milyon so'mlik televizor ya plyus utib olaman deb qo'ysangiz masalan, pochta 1 million chiqib qoladi bu narsamiz. Omadli barabanda omadlarni sinab ko'radi. Endi bu taraf bu yerda Chester modellarimiz bor. Hava. Pufliklar ham katta sotilgan. 90 katta. Hava. Razmerlari 340 ga 240. Ishlari Pampers Pruжилli bo'ladi. Yana qarang. Hoppa, qarang. Xo'sh Rayber. Bahosini kelsak, bular ham 3.900.000 so'mdan tushirdik. 3.900.000 so'mdan 330 230. Keyin yana ketdikina 440 ga 240 razmerdagi ugaloklarimiz. Bular ham toza model. Baholari 6.900.000 so'm, 6.5 million so'm sotilgan, 6.300.000 so'mdan ketdi bular. 6.300.000 so'mdan ketdi. Ko'rib turibsizlar. Yana narxni yozilgan. Ranglari, vajlarini topmay qiynalib yurgan olsalar, kelsalar oladi. Hazaras mebellar uyida har xil assortimentda, har xil rangda ugaloklarimiz bor. Ugaloklar bor. Qarang endi. Minchak stollarga keladi bo'lsak, stollar minchak xohlasangiz akvarium stollarimiz bor. Xohlasangiz minchakki MDF, xohlasangiz bulardan ham bor. Bulardan ham bor. Yana qarang. Ustallarimiz 450 ming so'mdan boshlanadi ugaloklara. Doğru keladiganini, uylarına tushadiganini, o'zlarining ko'ngliga yoqadiganini tanlab olaveradilar ugaloklarni. Bo'ldi. Keyingi modelimiz. Bular 3.900.000 so'mdan. 330 230 razmerda. 3.900.000 so'mdan qo'ydik. Narxlar yozilgan o'zini abunasi. Narxlar yozilgan. Ko'rib, yine razmerlari yine bu
razmeri şu 1 metr katta xilisi. Hava. 430'a 230 yani bu 3 tane pufiki var. Chester model. Hı hı. 4 milyon 800 bin so'mdan. 4 milyon 800 bin so'mdan. Bular ham har xil rasvetkasi bor. Yine obunachilar görüşiniz mümkün. Xohlang bendakini görüşiniz mümkün. Xohlang bendakini. Rasvetkadan muammo yo'q. Obunachilar haqiqatdan ham zo'rlar, uyg'oqlarni mebellar uyindan topishingiz mümkün. Hem bir de qaranglar, ina bu dim boshqacha bu, qarang. Ina qarang. Ina qarang. O'tiradan yerlarida yataversan ham bo'ladi. Yine üstellerni gördüyse. 3 tane pufikem var. 3 tane pufiklar. Mana qarang, bu narsamizdan narx yozilgan. 7 milyon 500 ming so'm edi, 6 milyon 800 ga. Ya'ni 4 metre 440 240 razmeri. 440 240 obunachilar. Gördüyse. Rengini, rasvetkalarini ko'ring. Üstellerga ham har xil o'zini chadondan bor, qarang. Ina. Xohlang muncha kiyim, treski desam meni üstellari qarang. Boshqachalari bor. Shunda bu atqamcha xudo xolasa pastki qismi uyg'oqlarni. Uyg'oqlar bo'la emas. Hava, ikkinchi etajam chiqamiz hozir. Ha, ben aytam ko'rsatib o'tamiz. Yine. Endi bu yerdagilarni ham ko'rib bersak. Yine. Kalizey modellarimiz bu. Bu Kalizi deyiladi, Ha. Ular toza. Yine bu Kalizi modellarimiz. Oyoqlari yine belari taxtadan, ustilari imdifdan zetilgan bo'ladi. Yonboshlari ham imdif aylantirilgan. Yine. Chiroyli narsa, haqiqatdan ham vishi sortlarga qarang. Uyg'oq shu deyna. Xohlang asartimizda, xohlang ranglanisdan bor obunachilar. Endi bizda xudo xolasa ikkinchi etajga chiqamiz, obzorni qilamiz. Obunachilarni ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi etaj qismimiz, mebellar uyining. Ya'ni bu yerda har xili sortidan bor mebellarning. Yong'oq aralashgan, indif aralashgan. Yana ko'rishingiz mumkin. Nelerimiz bor? Uyg'oqlarimiz. Bu uyg'oqlarimizga kelsak, Chester modellarimiz original bo'ladi. Hava. Mushlari ugla bar deb turadigan xilisi. Hava. Razmeri 340 240. Aha. Pufiklarning razmeri 90-60lik katta razmerda. Pufiklar nadan yog'och noshga aytilgan bularda. MDF yog'och noshga. Yine görsangiz bo'ladi. Tiylar ham butun Sifatli aylangan. Yine 4 yon tarafini aylangan. Yine gördüysizlar. Masalan, buni hozir tushuntirib o'tamiz obunachilari. Chester modeli original xilisidan bu. Qani? Bera kelib masalan o'tirdilar. O'tirganda yine shu noshga ham MDF ham tutib turadi. Nagruska tushmaydi-da, uyg'oq o'zini. Noshga dabavga Tushunarli. Dababga olgan güçlenish uchun, to'g'rimi? Yo'q, bakvat bo'lish uchun noshkalarni ham men aylangan 4 dona tishtaverakni aylangan. Bular ham shundayni. Parlament modellarimiz bular. 340 240 razmerda, bahosi 5 milyon 800 ming so'mdan. Bular ham Bahosi 5 milyon 800 ming so'mdan. Görüşiniz mümkün. Xohlagan modelinizda, xohlagan rangingizda yine bir qarang. Yine. Kimda kime nechta uyg'oq kerak bo'lishidan qat'iy nazar, ranglarni umuman dim ko'p, assortiment ham ko'p. Undan tashqari uyg'oqlamasi soni dim ko'p. Kelaverasizlar. Xohlagancha topib beradilar. Albatta kelib, ko'rib, bir marta bahosini berib, like bosib, aka-ukalarga jo'natib, yana bitta barabarni aylantirish mumkin. Bu narsalar shu endi Alloh bergan narsasi, bular ham sizlarga podarka qo'yib shu narsani, xudo xolasa televizorni yoki kir mashinani masalan, hokazo, chopper olaman, blender olaman, sokachimalka olaman, hamma chiqib qo'ydilar. Mebellar uyindan bir esdalik uchun sovg'a. Esdalik sovg'a, lekin ular ham ancha pul turadi. Ha. Xudo Omadli xolasa. barabanda omadlarni sinab ko'rsam mumkin. Bo'ldi. Shunda bir atqamizdan bir nomerlar ham aytib qoldirasiz. Telefon nomerlarimiz 99 840 64 44. Yana bir nomer 88 800 0840. Bemalol shu raqamlarga bog'lanishlari mumkin. Bemalol bog'lanishlari. Masalan, telefon bog'lanasizlar, hurmatli obunachilar, hammani mebellar uyida kutib qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.